Naqshchiba. Sahnimizda al qadrligan, baxt kulgan san'atkorimiz Abdulla Abdurahim. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aldı bilan qarindoshlarimizni inimiz tarafidan selgan bir dasturxonga, bir piyola choyga daxil bo'lib, mishada bizning hurmatimizni, izzatimizni qilib o'ldirbaganiga ko'p rahmat. Japa tatqizib qo'ydik. Shundan keyin bugun bizning so'rinimizga qadam tashrif qilgan barliq bizning aka-adlarimiz, ini singillarimiz va do'stlarimizga shundaqla sahnada xizmat qilayotgan yigitlarga va Şinjan san'at markaziga, Şinjan milliy musiqa umumidagi barliq rahbarlarga, sahnada xizmat qilayotgan do'stlarimizga alohida rahmatlarni bildiramiz va shularga tilaklarimiz umringlarda jafo ko'rdim degan bo'lsanglar, shu umringlarda ko'makchi bo'lgan jafoinglarning xotimasi bo'lsin. Agar xo'shallik his qilgan bo'lsanglar, umringlarda ko'makchi bo'lgan zo'r xo'shalliklarning muqaddimasi bo'lsin deb tilaymiz. Endi ömür to'g'riliq gap bo'lib qoldi. Ustozlarimiz, padarlarimiz biz yosh vaqtlarda bizga to'la vaqtlarda shunda o'z umrida biz o'tgan yo'llardan hosil qilgan tajribalarini so'zlab beradi. Va nurg'un tushuniksiz his qilgan vaqtlarimizda 40 dan o'tganda bilasa degandi. Shunga endi men mushu temada yozilgan naqshlardan birini do'stlarimiz bilan o'rtoqlashmoqchiman. 40 dan o'tganda. O'tgan kunlar jabrini, yuragingning sabrini, yaqinlaring qadrini bilarsan 40 dan o'tganda. O'tgan kunlar jabrini, yuragingning sabrini, yaqinlaring qadrini bilarsan 40 dan o'tganda. Rayhonlarning atrini, muhabbatning dardini, farzandingning baxtini bilarsan 40 dan o'tganda. Xatni yozmas qalamni, xata bosgan qadamni, jonga botgan alamni bilarsan 40 dan o'tganda. Yorg'i bergan azoring, haq va nohaq qaroring, chin do'st va yo ag'yoring bilarsan 40 dan o'tganda. Eytib dardlik naqshlar, yürek
qadrinilar bilersen qirqdan o'tganda ota ona qadrini el yurtungning mehrini bu muqaddas rishtini bilersen qirqdan o'tganda o'tgan kunlar jabrini yuragingning sabrini yaqinlaring qadrini bilersen qirqdan o'tganda qalbim o'zing amrat men nodonga rahmat onang qadriga hamiyat bilersen qirqdan o'tganda otang qadriga hamiyat bilersen qirqdan o'tganda